Assalamu alaykum, hörmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalıq dorileri degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema toxu yig'i. Toxu yig'i. Anlığanlarım bilan turmuşda sınab ko'rganlarimni o'ylab ko'rsam, yozadiganlarim xeli jiq o'xshaydi. Birini yozsam, biri qilib atadi. Odamlarga yaxshilik qilish niyatida qo'limga qalam olgan ekanman, hech narsani yushirmay qog'ozga tushiraman. Aytganlarimning hammasi biriga bo'lsa-mu, biriga cho'qim davo bo'ladi. Udul qo'shnimiz yolg'iz ayol G tuyuqsizla 3-4 kun yo'qab ketdi. Men texi uni urug' tuqqanlarining yoki farzandlarining holidan xabar olishga ketgan o'xshaydi deb yuribdiman. Keyin uqsam, u doktorxonada yetib chiqibdi. Doktorxonada yotgan bo'lsangiz, tazim chapsan chiqarib etibdi-ku, dedim ajablanib. Sizdan nemisini yushiray, qo'shnam? Gemroy edim. Bu kasofat arhamimni qo'ymay jili qilib etdi. Doktorga ko'rinib edim. Balnisda yot, operatsiya qilayli dedi. Rozi bo'ldim. Bir bilimda 3-4 ayol yotadi ekan. Bir-birimizdan qandaq og'riq bilan og'riganligimizni surishti qildik. Mening gapimni anglab, tam tüvidagi karvatda yotgan ayol o'rnidan turib o'ltirdi. Tig' tekizishga oldirishning hojati yo'q, dedi u ma'nilik so'zlab. Boshqa hech iloj qila olmadingizmi? Anglaganning hammani qilib ko'rdim. Kasofat hozir poltib teshiga chiqib qoldi. Hatto mingish turishlarmi o'zgarib ketdi. Aruchulida tig'i yerilib, o'zingiz bilasiz, dedi g'amkin holda. To'xu yig'ini ishlatib ko'rdingizmi? Yo'q, buni tig'i anglamabdi ekanman. Uyingizga chiqib keting, operatsiya qildirmang, dedi u salmoqlik bilan. Bugun operatsiya qildirganingiz bilan 1 yildan keyin yana doktorga borasiz. Uning qo'zg'ildigan odati bor. Uyingizga chiqib, bozordan bir semiz to'xu setib oling. Uning ish meyini to'g'rab, xuddi quyruq mayga o'xshash ko'ydiring. Chigirtigini süzib elib eting. Kunda oqshimi yetish oldida sopundab yuying. Andan paxtini mayga chilab, og'riyotgan yeringizga tiqib qo'ying. Atiganda tarat bilan chiqib ketadi. 5 kunda saqayib ketasiz. Bu mu bir apqashti gapdan bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin qo'shnam G'ga sir bermedim. Her halda sınab ko'rish kerak ekan. Uning nemi zeyni bor, dedim. Ba'zida arzimaganli bir narsa sabab bo'lib qoladi. Men shunday o'ylayman, deb qo'shni quvvatladi. Shu arada dam ilishga ketib qoldim. 20 kunda qaytdim. Kashqurunliqi eshik oldidagi bandingda dam ilib o'ltiratdim. G chiqib keldi. Ha, qo'shna, qandaqroq, dedim men. U birdan, nemisini yushiray qo'shna? Anamdan qaytadan tug'ilgandek bo'ldim. Tilimga tash, ish qilib, mushuning bilan qutulgan bo'lsam. Xudo shifoliq beribdi-da. Shukr. Qo'shnamning bu hikoyasini men iqitmay, timitmay tonishlardan 3-4siga aytib berdim. Lekin ularning qandaq bo'lganligi to'g'risida manga lamjim demedi. Biroq ün chiqmay yurganiga qaraganda ularmi bu og'riqdan qutulgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa allaqachon holini aytib, oldimga cho'qim bir kelar edi. Balki ba'zilarga o'xshash o'zimning aqli bilan men mana shundoq og'riqdan oson qutuldim deb maqtanib yurgandim. To'xu yig'i to'g'risida gap bo'linganda mundaq bir narsani astin chiqarmaslik kerak. Ba'zilarning beshi bo'libmi cho'qqi sag'riydi. To'la vaqtlarda uningga hatto doktorlarning dorisi kor qilmaydi. Beshi xuddi shundoq og'irganlarning cho'qqisiga yangi suyulgan to'xuning ich yig'ini tengish lozim. Uni momam rahmatimi buyurdi. Agar bosh issiqdan og'irgan bo'lsa, to'xu yig'i chaplangandan keyin og'riq to'xtaydi. Ehtimol to'xu yig'i boshning ichida paydo bo'lgan ishiqlarni qaytirish kerak.
Bugünkü anlatışımız muşu yergici bolsun. Keyinki qıtımlıq anlatışımızda görüşeyli. Salamet bolun.